xitoyliklar havodan pul qiladi desa ishonmasdim. Mana qaranglar, katta ventilyatorlar qo'yib qo'yishibdi. Bu stansiyalar bo'ladi. Havodan mana shunaqa aylanib pul ishlaydi. Bilmasanglar, bilib olinglar. Mana o'sha O'zbekistonda ham o'sha 3 tasini ekib qo'yishibdi xitoyliklar kelib. Shoshinglar, foydalaninglar, chunki O'zbekistonning eng pul topadigan nuqtalaridan bittasi turimiz. Bo'stonliq tumani Navobodamiz. Mana bunaqasiga ham ko'rasizlar, Tushlar vodiysi o'sha qurilyapti. 2 yil mobaynida mana shunaqa jadal ishlarni olib borib tashlashibdi. Hozir turgan joyimizda ham 70 sotu o'zini tayyor mehmonxona uchun proyektlari qilingan. Bu proyekt qilishga ham normalniy pul ketgan bo'ladi. Sizlarga bonusga o'tib ketadi. Investor okalar, auksionda yutib olingan joy 70 sotuvlik bo'ladi. Proyektlarni mana ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli holatda. Endi bu yerda manzil zo'r. Qiladigan bo'lsanglar ham atrofida lagerlar ko'p. Mehmonxona qilasizlarmi yoki bitta lager qo'rsanglar ham o'xshab ketaveradigan joy. Ayni O'zbekistonni pul topadigan nuqtalardan bittasi deb bemalol ayta olamiz. 36-maktab orientir 500 metr uzoqlikda bo'ladi. Bu joyimizni qaranglar. Mana bunaqasiga kengligini ko'rsataman sizlarga. Bemalol qurilish qiladigan bo'lsanglar, maza qilib tursanglar bo'ladi. Eng zo'r tarafi havosi tozaligida bo'ladi. O'shaning uchun ham atrofida lagerlar juda ko'p. Mana qaranglar, tepalikdan atmosfera juda ham chiroyli ko'rinadi. O'sha biza bilgan Tushlar vodiysi ham atiyda mana shunaqa tepadan qurishyapti. Tabiat chiroyli ko'rinish uchun, toza havodan bahramand bo'lish uchun. Bu yerda ham sizlar xohlasanglar boya aytgandek lager qilinglar, xohlasanglar o'sha mehmonxona proyekti davom ettiringlar undan foydalanib. Lekin ko'pchilik auksionda yutilgan yerlarni qaytib sotib olishga qo'rqishar ekan. Bu narsadan cho'chish kerak emas. Ishonchi davlat bo'lib turibdi, MCJga o'tkazilgan. U odam o'zi chiqib ketadilar, sizlarga shundoq nominglarga o'tgan bo'ladi. Bu hozir jarayonda ekan, kengashi jarayonida tasdiqlansa bo'ldi. Kelasizlar qurilishni shunda boshlab yuborsanglar, o'sha bu yog'i 1 yilga cho'ziladi. Yana ko'targanlardan keyin muddat cho'zilib, sizlar ham davomiy bu yerda ishni bitirib olgan bo'lasizlar, ham arzonga olgan bo'lasizlar. O'zingizlar sotib olsanglar, hozir surishtirdik, bu yoq taraflardan kimdirlar 8,5 ming sotuvini so'rayapti, kimdirlar 12 mingdan so'rashyapti, chunki juda ham pul topadigan joylardan bittasi bo'lgani uchun Chorvoqdan chiqqanimizda o'zi eng ko'p lagerlar mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Narxini biz 6 ming dollardan qo'yibmiz har bir sotuvsini. Balki ustiga kelinglar, undan ham yumshatib berishadi. Hozir okamlarga srochniy pul zaril bo'lib turgan ekan, o'shaning uchun ham arzon narxdan qo'yibman. Kelishsang gaplashamiz sizlar. Investor okalar soqa qiladigan joyi, proyektlari tayyor. Albatta o'zini pulini oqlab yuboradi deb ishonch bilan ayta olaman. Chunki kimki xitoyliklar mana shu yerga investitsiya qilayotgan ekan, sizlar qayerda qolyapsizlar? Investor okalar, pul tikinglar, foydalaninglar. Yaxshi narx bo'lib turgandan keyin qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, joy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.